Darakchi nashri bilan suhbatda aktrisa Dilnoza Kubayeva bolaligi, oilasidagi ahvol haqida hikoya qildi. Har bir oilaning o'ziga yarasha past balandliklari, yaxshi-yomon kunlari bo'ladi. Bu haqda gapirishni xohlamasdim. Kichikligimdan boshqalarga qo'shila olmasdim. Bir chekkada qimtinibgina turadigan qizaloq bo'lganman. Maktabga ham borishni istamasdim. Har bir voqea, hodisani o'ylayverardim. Nega bu shunday deb. Tan olaman, qiyinchilikda o'sganmiz, lekin hammasi uchun shukr qilaman. Chunki mana shularning barchasi bugun rollarimda ifodasini topyapti. Agar qiyinchilik ko'rmay ulg'ayganimda balkim bugungi darajaga erisha olmagan bo'lardim, deb hikoya qildi aktrisa. Suhbat davomida Dilnoza Kubayeva yaqin dugonalari, hamkasblari yo'qligini tan oldi. Ishonch bildiraverib, pand yeyaverib, o'zimni salgina orqaga torta boshladim. Juda ishonuvchan edim. Kimgadir yaxshilik qilsam, ertaga o'zimga qaytadi derdim. Hozir bo'lsa ehtiyotkorman. Oilada bir qizman, uchi ukam qalqonim. Kezi kelganida onamga ham ayta olmaganlarimni qaniydi singlim yo opamdek inson bo'lsa-yu, u bilan dardlashsam derdim. Ammo uchrata olmadim shundayni. Oxiri onajonim va o'g'il bola bo'lsa ham jigarlarimdan qo'ymasin deydigan bo'ldim. Ukalarim har qancha singildan ham a'lo. Opajon, nima istayapsiz, qanaqasiz deb ko'nglimga qarashadi. Shukr, bugun o'g'lim tog'alari safiga qo'shilib, himoyachilarim 4 ta bo'lishdi. Shaxsiy hayotga jiddiyroq e'tibor berish vaqti kelmadimikan degan savolga aktrisa quyidagicha javob berdi. Niyat qilganimdek insonni hali uchratganimcha yo'q. Men o'zidan kechib sevadigan insonman. Kimgadir ko'ngil bersam, undan ham shuni istayman. Vaqt soati bilan bo'ladi. Orzularim ko'p deb aytib o'tgan Kubayeva o'g'lining otasi haqidagi savollari borasida ham to'xtaldi. Ikkimiz otasi haqida ko'p suhbatlashamiz. Ishonasizmi, har safar dadang bunday derdi, mana bu ishni yaxshi ko'rardi desam, go'yo o'g'limning qanotlari yozilib, uchishga shaylanayotgandek tuyuladi menga. Ko'zgu oldida uzoq qolib ketadigan odati paydo bo'lgandi. Otang erkak kishi o'ziga ko'p oro berishi kerak emas derdi deganimdan so'ng o'zgardi, deydi aktrisa Dilnoza Kubayeva.